ham kuldi, qalbga surur. Assalomu alaykum. Mehrli ko'zlari bilan nigohlarini har gal xonadondagi farishtasiga qaratgan. Bugun Eid ro'za Ramazon kunlarida ikkita farzandi musofirda bo'lsa-da, ko'proq keliniga o'xshab yashayotgan Mo'tabaronajonim. Ushbu e'zoz, ushbu ehtirom, avvalambor nafosat, yangilanish ko'klam bahor ayyomi muborak bo'lsin. Bugun keliningiz Shahzodaxon, o'g'lingiz Dilshodjon nomidan hamda Umidjon, qo'dangiz Nigorxon nomidan bir bora yo'qlab keldik. Ushbu ehtiromni qabul etgaysiz. Nigorxon, sizga ham kelishingiz kutib turibmiz. Bugun musofirdek farzandlar sog' bo'lsin. Ushbu gullarni qaynonalariga topshirib qo'yadilar. Qani, marhamat. Dunyoda sevsan sevsan, qadrim ham arzon arzon. Hovligim onamga aytmang. Yuribman devonaday, o'zimga begonaday. Dardlarimni onamga aytmang. Singan qalbim bilan kulib, oqma suvda baliqday suzib, yuribman deb onamga aytmang. Dunyoda sarson sarson, qadrim ham arzon arzon. Xorligimni onamga aytmang. Yig'lab artaman, 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 ko'z yoshim sekin artaman. Aytaman, 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 dunyoyu kim qanday men aytaman. Artaman, 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 ko'z yoshlarim sekin artaman. O'zim sekin aytaman. O'zim qanday dard aytaman. Bilaman, 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 meni dardim unga ko'p bo'ladi. Qaytaman, 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 bir kun onamga qaytaman men. O'zim sekin aytaman. Va nihoyat Mo'tabaronajon, kelingiz Shahzodaxon 3 kundan beri qanday qilsam qaynonamni rozi qilsam. Qizim Muslimaxonni yaxshi ko'rgan bo'g'jonisi. Ularning qizlari yo'q. Lekin bu armonli dunyoda men qiz farzand bo'lmoqchiman. Xudo xohlasa jannatlarga ham daxil etsin-u. Bo'lsin. Yana bir bora kirib kelgan 8-mart ayyomi muborak bo'lsin. Kelin hozir bir to'la Dilshodjonga ham, Umidjonga ham, Shahzodaxonga ham o'z tabrigingizni aytib qo'ysangiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana shu Umidjonim, Dilshodjonim, mana Shahzoda kelinim, Dilshoda kelinim, shu qizlarim mani. Rahmat shularga. Shular baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'payishib yursinlar. Xudoyim kuch-quvvat bersin, sog' bo'lsin bolalarim. Rahmat sizlarga. Bilasizmi? Nigorxon har gal onaning ko'ngli bolada bo'ladi. O'ksinib qolmasinlar qudam. Qizim ham qaynonasining ko'ngliga ko'proq qarasin. Agar qaynonasi rozi bo'lsagina men roziman. Aslida qaynotam bor dunyoda, aslida men uchun bu dunyoning tashlarini unutganman. Ota-onam bo'lsa bas, boylarga qilmaymiz havas. Chunki shu insonlar bizga chin boylik ortiqchasining o'zi ham kerak emas. Bugun mening maqsadim qaynonamning qalbiga shodlik qasrini qurish. Va o'g'illarga oqsitib berdilar. Meni juda ham jondan yaxshi ko'radilar. Men ham gohida bilmay qalblarga ozor bergan bo'lishi mumkin. Hammasi uchun uzr so'rayman. Ona bo'lib onajonimni, qaynonamni qadriga yetmoqdaman. Agar ular bor bo'lsalar, xonadonimiz fayzli hamda nurlidir. Xudo xohlasa, va'da beraman, qaynonamga eng yaxshi suyukli kelin bo'laman. Lekin qaynonamdan mening juda ham ko'nglim tog'dek ko'tariladi. Ular munisam, mushtiparim, mening borligimdir. Ularning borlariga shukrlar. Qani, marhamat bitta o'ynab qilib berasiz. Bayram muborak bo'lsin. Alloh sizdan ham rozi bo'lsin. Bugun qaynonangiz mehri oqib qolgan asida.
asrayapti Muslimaxonni qarang jonginasida. Erta tongdan kechgacha o'tiradi axir, nabiram juda ham chiroyli dedi. Uning jonginasida Muslimaxonimni tarobatining o'zi aslida bahorga o'xshar ekan. Keling qaynonangizga yaxshi ko'rishingizni o'zingiz ham aytib qo'ysangiz. Bugungi 8-mart bayramdan sizni tabriklayman ayjon. Har doim shunday gullar ochilib yuring. Bizning baxtimizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman. Siz meni ikkinchi olamsiz. Nigoraxon, jannatdan 3-eshiklar muborak bo'lsin. Siz tilla Xudo ekansiz. Bugun birinchi galda Xudoingizni yo'qlab kelibsiz. Shunday ekan, qani yonimizga kelishni so'rasam. Marhamat. Nigoraxon, oyim deb erkalagan osmoningiz qizingizni Mo'tabarxonga topshirdingiz. Ertagalarda topolmagan hattoki dostoningizni ham topshirdingiz. Bugun esa yoshgina bo'lib, nabirali ham bo'ldingiz. Xudo xohlasa, o'rtadagi oqibat rishtalari butun bir umrga uzilmas bo'lsin. Dunyoda sizdek yaxshi xudolar ko'paysin. Apajon, tabriklayman 8-mart bilan. Sog' bo'ling, nevaralaringiz bilan boshiga, Xudom boshiga. Bu yil nasib bo'lsa, sizni shunday chiroyli tabriklashlar nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Albatta, biz sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Xonadoningizga tinchlik va totuvlik bo'ling. Kirib kelayotgan Navro'z ayyomi yana bir bora muborak bo'lsin. Farzandlaringizni Allohga omonat qiling. Xudo xohlasa, Dilshodjon kelishi bilan ikkinchi farzand ham dunyoga kelsin-u, nabiralar qurshovida qolib, sizdan da baxtli va baxtiyor onaning o'zi bo'lmasin. Albatta, Nigorxon ko'chalarni to'ldirib, dang'ilama oltin beshiklarni boshlab kelsin. Har bir inson borki, kelinni qizim deb biladigan. Mana bugun keliningiz qizlardan 10 chardon ortig'i bilan izzat hurmat olti shohsupasiga qo'ydi. Xudo xohlasa, bu kunlarni undan ziyodasini ko'rish Allohim nasib etsin. Salomat bo'lasizlar.